Bugun biz temir odam haqida sizlarga 101 ta faktni yetkazib beramiz. O'ylab ko'ring, 101 ta fakt. Bu juda ko'p. Menimcha siz bilmagan faktlar bu videoda juda ham ko'p. Temir odamning asl ism-sharifi Anthony Edward Tony Stark. Marvel Comics qahramoni ilk bor 1963-yilgi Tales of Suspense komiksida paydo bo'lgan. Uni Stanley, Larry Lieber, Don Heck va Jack Kirby yaratgan. Temir odamning ilk hikoyasi Sovuq urush davrida yozilgan. Tony Starkning otasi Howard Stark, Steve Rogers qalqonini yaratgan olim. Tony Stark Industries korporatsiyasining egasi. Uning onasi Maria Stark u yoshligida avtohalokatda vafot etgan. Tony Starkning IQ darajasi 270 atrofida deb taxmin qilinadi. Tony Starkning asosiy dushmanlaridan biri Mandarin hisoblanadi. Stark yuragida bomba portlashining oldini olish uchun ark reaktoridan foydalanadi. Uning eng yaqin do'stlaridan biri Roddy Rose. U ham jangovar mashina laqabi bilan tanilgan. Tony Stark alkogol muammosiga ega bo'lib, bu mavzu komikslarda keng yoritilgan. Uning ilk zirhi kulrang bo'lgan, keyinchalik qizil va oltin rangga o'tgan. Temir odamning eng mashhur texnologiyalaridan biri sun'iy intellekt. Jarvisning to'liq nomi Jester Razor Very Intelligent System. Stark o'zining barcha zirhlarini Stark binosida, keyinchalik qasoskorlar binosida saqlaydi. Temir odamning eng kuchli zirhlaridan biri Hulkbuster. U Hulk bilan jang qilish uchun maxsus yaratilgan. Uning yana bir maxsus zirhi kosmos quroli. Bu kosmosda harakatlanish uchun mo'ljallangan. Tony Stark Marvelning Illuminati guruhining a'zolaridan biri. O'zining ilg'or zirhlari tufayli temir odam o'zini davolash xususiyatiga ega. Temir odam rolini Robert Downey Jr. ijro etgan. Temir odam filmi Marvel kinematik olamining birinchi filmi bo'lgan. Marvel Studios boshida Temir odam filmida Tom Cruise'ni bosh rolda bo'lishini xohlagan. Temir odam filmi byudjeti $140 million bo'lgan. Film $585 million daromad keltirib, katta muvaffaqiyatga erishgan. Tony Stark filmlarda Mark deb nomlangan 80+ turli zirhlar yaratgan. Uning Mark 1 zirhi Afg'onistonda o'zini qutqarish uchun qo'lda yasalgan. Stark qasoskorlar filmini I am Iron Man iborasi bilan tugatgan. Temir odam 3 filmida Tony Starkning 42 xil zirhi namoyish etilgan. Qasoskorlar intiho filmida Stark cheksizlik toshlarini ishlatib o'zini qurbon qiladi. Filmda Tony Starkning oxirgi so'zlari "Men temir odamman" bo'lgan. Uning qizi Morgan Stark unga I love you 3000 deb aytgan. Stark Kapitan Amerika 3 filmida Steve Rogers bilan urushadi. Qasoskorlar intiho filmida Stark vaqt o'g'rilari rejasi uchun hal qiluvchi rol o'ynaydi. Uning Friday nomli sun'iy intellektda Jarvis o'rniga yaratilgan. Stark o'rgimchak odam uyga qaytish filmida Peter Parkerning mentoriga aylanadi. Temir odam 2 filmida Ivan Vanko asosiy yovuz qahramon bo'lgan. Tony Stark Temir odam 3 filmida Mandarinning haqiqiy yovuz emasligini bilib oladi. U Doctor Strange bilan parallel olamlar haqida bahslashgan yagona qasoskorlar a'zosi. O'rgimchak odam uydan uzoqda filmida Starkning o'limi Peter Parker uchun katta ta'sir ko'rsatadi. Qonli qirrali zirh Starkning tanasida saqlanadigan nano zirh hisoblanadi. Uning Hulkbuster zirhi Hulk bilan teng kurasha oladi. Stark Endosim quroli deb nomlangan simbiot zirhni ham ishlab chiqqan. Yashirin qurol, dushmanlar tomonidan aniqlanmaydigan maxsus zirh. Stark Thorning chaqmoqlariga chidamli maxsus zirh yaratgan. Oliy temir odam komiksida Stark yovuz tarafga o'tadi. Godbuster quroli eng kuchli zirhlardan biri bo'lib, deyarli cheksiz energiyaga ega. Uning eng tezkor zirhi Hyper Velocity quroli hisoblanadi. Stark qasoskorlar qarshi X odamlar komiksida Phoenix kuchini o'rganib chiqadi. Stark Marvel Zombies olamida ham paydo bo'lgan. Uning kumush yetakchi zirhi kuchli qalqonga ega. Stark Extremist deb nomlangan texnologiyani o'z tanasiga joylashtirgan. Stark o'zining sun'iy intellektini Ultron'ni yaratish uchun ishlatgan. Temir yurak Tony Starkdan ilhomlangan yosh qahramondir. U bir necha bor o'zining shaxsiy xotirasini o'chirgan. Starkning Model Prime quroli zirhi har qanday shaklga kirishi mumkin. Qasoskorlar cheksizlik jangi filmida Starkning zirhi nanotexnologik bo'lgan. Stark Marvel 1602 komiksida ham paydo bo'lgan. U agarda animatsion serialida turli taqdirlarni boshdan kechirgan. Stark yoshligida musobaqali karting poygalarida qatnashgan. Uning eng sevimli sport mashinasi Audi R8. Temir odam filmining soundtracki AC/DC guruhi musiqalariga asoslangan. Tony Starkning sevimli ichimligi viski. Stark fantastik to'rtlik bilan hamkorlik qilgan. U Marvelning fuqarolar urushi voqealarida asosiy yetakchilardan biri bo'lgan. Stark o'rgimchak odam uchun maxsus temir o'rgimchak zirhini yaratgan. Stark bir necha bor o'z o'limini soxtalashtirgan. Uning AI yordamchilari orasida Yokasta va Friday ham bor. Doom komiksida Tony Stark Dr. Doom bilan ishlaydi. Temir odamning birinchi filmi 2008-yilda chiqarilgan bo'lsa-da, 1990-yillarda unga moslashish rejalashtirilgan edi. Marvel komikslarda Stark bir safar Qalqon direktori bo'lib ishlagan. Uning
Iron Man Noir versiyasi 1930-yillar stilida tasvirlangan. Toni Starkning boyligi taxminan 100 milliard dollardan ortiq deb hisoblanadi. Stark komiksda Thorning bolg'asini ko'tarishga harakat qilgan, lekin muvaffaqiyatga erishmagan. Toni Stark komiksda o'ziga o'zining sun'iy intellekt nusxasini yaratgan. U bir paytlar Doctor Strangening rolini egallab, sehrgarga aylangan. Temir odam 3 filmida Stark o'zining barcha zirhlarini portlatib yuboradi. Stark House of M voqealarida eng muvaffaqiyatli insonlardan biri bo'lib chiqqan. Toni Starkning eng kuchli versiyalaridan biri Temir Xudo. U ilohiy kuchlarga ega. Marvel Zombies olamida Stark zombi bo'lib ketadi. Uning qarilikdagi versiyasi Temir odam 2020 nomi ostida tanilgan. Stark bir paytlar Kapitan Amerika bilan almashtirilgan, lekin keyin yana qaytgan. Temir odamning video o'yinlari va animatsion seriallari ham juda mashhur. Toni Stark Galaktika qo'riqchilari komikslarida ham ishtirok etgan. Uning qizi Morgan Stark ba'zi komikslarda yovuz qahramon sifatida tasvirlangan. Toni Stark o'z ongi va shaxsiyatini sun'iy intellekt sifatida yuklab olishga harakat qilgan. Uning Iron Lad nomli yosh versiyasi ham bor. Marvel komikslarida Stark bir safar Thanos bilan hamkorlik qilishga majbur bo'lgan. Temir odam filmida o'zbek aktyori qatnashgan. U aktyor Alixan ismi bilan mashhur. Va so'nggisi, Toni Starkning eng buyuk yutuqlaridan biri insoniyatni kelajak texnologiyalar bilan ta'minlashidir. Temir odam haqidagi 101 ta faktli video o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi safar qaysi personaj haqida qilishimni xohlaysiz? Fikrlaringizni izohlarga yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa like bosib kanalga a'zo bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha